Assalomu alaykum, darvozachi bola jamoasini kuzatib boruvchilar. Mana bugun bir fayzli xonadonimizga Samarqand fason darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz bitta ko'rib baho berasizlar. Mana akamiz. Aka, darvozamiz yo'qdimi? Nima deysiz? Assalomu alaykum. Denov darvozachi obunachilari. Biz ham shu Instagram orqali shu darvozani ko'rib zakaz bergandik. Mana bugun olib kelib o'rnatishdi. Juda ham chiroyli, o'ylaganimizdan ham ziyoda bo'ldi. Biz xursandmiz. Mana 1,600,000 so'mdan kvadratini kelishuvdik. Mana 37 million bo'ldi. 35 millionga qilib berishdi, yana bir 2 million o'tishib, Xudoga shukr. Juda ham zo'r bo'ldi. 2 qavatli, addushi, yurakdan chiroyli bo'ldi. Bizga yoqdi. Yo'qda aka. Ularga ming rahmat sizlarga. Yo'qmas aka, to'ylarda xizmat qilsin. Charchamanglar. Doim xalq xizmatida charchamanglar. Biz xursandmiz. Rahmat hammalaringga. Darvozachi bola jamoasini kuzatib boruvchilar, hurmatli obunachilarimiz, kimda shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Xudo xohlasa, eng zo'r darvozalarni uylaringizga qo'yib beramiz.